Shifoxonaga shoshilinch olib kelgan bemor ayolning tanasi 70% kuyib ketganligi aytilmoqda. Achinarlisi, u 9 oylik homilador bo'lgan. Gaz bilan yonib ketdi. Ovqat qilib turgan joyimda ventildan chiqib ketdi. Ventil nima o'zi? Plita bilan gaz ballon o'rtasidagi shloakada Tezda qo'shnilarim bu yerga kelishdi. 9 oylik farzandimni dunyoga keltirdim. Vrachlar yordam berishdi. Shunda jarrohlik amaliyoti bilanmi yoki o'zi? Yo, o'zim dunyoga keltirdim. Bolajon sog'lommi? Sog'lom, yaxshi. Hech narsa qilmaganmi? Yo'q, hech narsa qilmadi. Reanimatsiyadagi doktorlarga kattakon rahmat, hammalariga tinchonlar sog' bo'lsin. Alangadan tana yuzasini 70% kuyishi bilan tushgan paytida shok holatida edi. Unga qaramasdan yana 35 haftalik homiladorlik bo'lganligi sababli zudlik bilan ginekolog chaqirildi. Reanimatsion brigada bilan birgalikda to'liq qabul qilindi. Hozirda bolaning ahvoli yaxshi. Onasi kamustologiya bo'limida davolanmoqda. Hozirdagi holati jarohatni 35% bitish arafasiga kelib qolgan. Jarohatda asosan 15% chuqur bo'lganligi sababli holati birmuncha yaxshi. Butkul tuzalish uchun 2 yil muddat kerak. Qarayman, alanga paytida homilador bo'lganlar bolaga bu qanchalik ta'sir qilgan? Kelgandan 30 daqiqa ichida to'ldirib olindi, shu sababli bolaga unchalik ta'sir bo'lmadi. Men o'sha shifokorlarning yordami bilan. Bola demak butunlay sog'lom. Sog'lom. Aynan ushbu xonada alangadan kuyib xuddi mana shunday og'ir jarohat olgan yana bir ayolning yotganligiga guvoh bo'ldik. Hurmatli bekajonlar, uyni saramjon, sarishta tutish yaxshi. Oila a'zolarimiz uchun, farzandlarimiz uchun taomlarni pishirish undan ham yaxshi. Biroq unutmang, mana shu ro'zg'or ishlarni bajarayotganda ehtiyotkorlik eng muhimi. Zero bu sizni mana shunday og'ir falokatlardan asraydi. O'zingizni ehtiyot qiling.